Menga bu 13 yildan beri porlayotgan yulduz yoqmayapti. Men uni yo'q qilishim kerak, ammo qanday qilib? Edgavoki, men yulduzni so'ndirishga yordam beraman. Le Primo Axir, sening kuching Menikodan kam, qanday qilib yordam bera olasan? Musobaqadan oxirgi o'rindasan-ku. To'g'ri Edgavoki, mening kuchim sendan ham kam, musobaqada ham eng oxirgi o'rindaman, ammo Menda qudratli robot Susano yana Susage bor. Xo'p, yaxshi, unda robotni hoziroq ishga tushir. Hozir bo'lmaydi, robot holi quvvatlanmoqda va men holi uni boshqarishni ham bilmayman. Unda nega sen bu robotni meniki deding? Ha, albatta bu robot meniki, men faqat uning chizmasini va qismlarini to'pib qayta yigganman xolosda. Demak, sen faqatgina uni yasagansan va u qanday logiya borligi xabaring yo'q, shundaymi? Nega ekan, men uni qanday energiya ishlatishni bilaman.